Aholi va ulgurji iste'molchilarning suyultirilgan gaz va neft mahsulotlariga bo'lgan ehtiyojlari kun sayin ortib bormoqda. Ehtiyojni to'liq qondirish, iste'molchilarga bir me'yorda energiya resurslarini yetkazib berish bo'yicha viloyatimizda reja asosida ishlar tashkil qilinyapti. Uchko'prik tumanida 10 million AQSh dollarlik qiymatidagi istiqbolli loyiha ishga tushirilmoqda. Tumanning 6 mahalla fuqaro yig'inida xorijlik investorlar ko'magida neft va neft mahsulotlari, suyultirilgan gazni saqlash ombori qurilishi boshlandi. Rossiyadan 34 ta elektr, 20 ta 100 kuba gaz sig'imiga ega jami 54 ta sisternalar, Xitoy davlatidan esa so'nggi rusumdagi energiya tejamkor texnologiyalar keltirildi. 100 tonnalik tarozi o'rnatildi va 1 kilometr temir yo'l tarmog'i tortildi. Bugungi kunda yerlarni tekizlash va fundamentga tayyorlash ishlari jadallik bilan olib borilmoqda. Bu omborxona 2000 tonnali gaz sig'imi sig'adi. Viloyat bo'yicha 2000 tonnali gaz omborxonamiz hozirgi kunda yo'q edi. Mana hozir tashkil topyapti. Vodiy bo'yicha bitta hisoblanadi. Bu bilan biz nimaga erishamiz? Suyultirilgan gazdan hozirgi kunda 50 kun 60 kunlik muammolarimiz bu omborxona ishga tushganida aholiga va maishiy korxonalarga 30-35 kunga gaz yetkazib berish imkoniyati yaratiladi. Loyihaga ko'ra neft mahsulotlari va suyultirilgan gazni saqlash omborlari qurilishi bilan birga ma'muriy bino va ishchi xodimlar dam olishlariga mo'ljallangan qo'shimcha inshootlar ham bunyod etiladi. Atrof muhit musaffoligini ta'minlash maqsadida hududda yashil makon va gulzorlar barpo qilinadi. 2026-yilning dekabr oyida foydalanishga topshirishi belgilangan obyektda 70 ta doimiy ish o'rni yaratiladi.